Bir kishi xotinini taloq qildi, o'rtada farzandlar bor edi. Farzandlar yo ota bilan yo ona bilan qoldi. Shunda mana shu taloq qilgan kishini ota-onasi farzandlaringdan xabar olmaysan, xotining tomonga bormaysan deb man qilsa, ularga itoat qilinadimi yo'qmi? Bu ham xuddi mana shu qarindosh urug'chilikni uzishlik degan holatga o'xshaydi. Bu holatda ularga itoat qilinmaydi. Chunki xotiningiz bilan ketgan bolangizni orqasidan xabar olib turmasa, esdan chiqib ketadi. Ana shunaqa bir holatni bir akamiz aytib bergan edi. Birinchi turmushdan bitta o'g'li bor ekan, ajrashib ketgan, bordi keldi yo'q. Ancha yillar o'tib ketgan, bir kun deydi, to'yga aytayapti meni birov kelib deydi. Oqsaridan kelgan zarovoy bola deydi. Mokunga boringlar. Ha, xo'p. Oxiri deydi, "Uka, shu taniyapman. Kim o'g'lisiz?" desam qarab turib, "Dada, siz o'g'lingizman-ku" deyapti deydi. Ya'ni 10 yildan oshiq o'tib ketgan vaqt